Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 26-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.19 so'mga ko'tarildi va 11.997.83 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 66.7 so'mga balandladi va 13.967.87 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 0.21 so'mga tushdi va 167.31 so'mni tashkil etdi. Hurmatli tomoshabin, agarda siz kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.